Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men bugun shuni ishonch bilan, quvonch bilan aytishim kerakki, sababi ustoz otangdek ulug' deb bejiz aytilmaganligini men mana bugun ishim yuzasidan, soham yuzasidan bir guvohi bo'ldim desam mubolag'a bo'lmaydi. Mana bugun 4 kun mobaynida chiroyli gastrol konsertlarni uyushtirib, O'zbek Milliy maqom san'ati markazi bir guruh xonanda va sozandalari bilan birgalikda ana shu maqom qo'shiqlarini, qolaversa O'zbek milliy qo'shiqlarini xalqimizga targ'ib qilyapmiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Menga bugun mana Uchquduq shahrida, Zarafshon shahrida, Zarmitan shaharchasida, shu bilan bir qatorda bugun mana yakuniy konsertimiz Navoiy viloyatini mana eng katta konsert saroylaridan biri Farhod majmuida bo'lib o'tyapti. Mana shu konsertni tashkil qilishda menga yaqindan yordam bergan, shaxsan ustoz sifatida, tog'a sifatida qo'llab-quvvatlab turgan ustozim Farmon Toshevga cheksiz minnatdorchiliklar bildiraman. Bugun mana shu 4 kun mobaynida biz Zarafshon vohasida nechta kon bo'lsa, nechta tomosha qiladigan joy bo'lsa, butun jamoamiz bilan ko'rib chiqdik desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozir jamoamiz bilan kelishgan holda ustozga biz uzoq umr tilab, sog'lik, salomatlik tilab, shu bilan bir qatorda bugun mana shunday bir bizga konsert dasturlarini tashkil qilishda yordam berganliklari uchun cheksiz minnatdorchiliklar bildirib turibmiz. Yana bir bora biz butun yurtimiz bo'ylab nasib etsa, butun O'zbekistonimiz bo'ylab mana shu qo'shiqlarni targ'ib etamiz degan umiddamiz. Bunda albatta qo'lidan keladigan insonlar, ustozlar hamisha bizga ko'makdosh bo'ladi degan umiddaman. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.